Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Biz hozir Yekaterinburg Kolesova aeroportida turibmiz. Ko'pchilik xavotir olyapti, Rossiya notinch boshqa deb. Hurmatli ota-onalar, O'zbekistonda ko'rib turgan vatandoshlar. Alhamdulillah, Rossiya tinch. Ishlasa bo'ladi, pul topsa bo'ladi. Hamma narsa insonning o'ziga bog'liq. Ko'pchilik panika qilyapti, undoq bo'lyapti, bundoq bo'lyapti. To'g'ri, reydlar bo'lib turibdi. Reydlar sababi Rossiyada hozir notinchligi uchun reyd bo'lyapti. Atak polni ishlasa bo'lyapti pul topib. Hozirgi kunda sezon ko'pchilik hayiqyapti Rossiyaga kelgani, bemalol kelib, dokumentlaringlarni joyida qilib ishlasanglar bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat. Bu videoga bittadan like bosib, O'zbekistondagi ota-onalarimiz ko'rish uchun bitta like bossanglar, xotirjamlik bo'ladi. Demoqchiman, mana osmon musaffo, yurtimiz tinch, alhamdulillah. Kelinglar, hozir bir kishi aeroportdan kutib chiqdim. Bir video qilib vatandoshlarimni ogohlantirib qo'ydim. Hammasi yaxshi. Hammaga assalomu alaykum. O'zbekiston hamisha olg'a.